Güzel kızlar, etlik göyneklerinin yeni yeniliklerden keldi. Şunçalik chiroyli alet chiqdi. Aldan qatim ko'ynak chiqargan vaqtim qor ko'ynaklardan keltirib bersangiz degan qizlar bekchiq bo'lib ekansizlar. Manusqumi bek chiroyli chiqdi, ikki xil rangda. Keyin tarafdan cho'ng kichiklikni tanishalaysizlar qizlar, o'zim shunchalik umoq chiqdi. Mana qarashdan bir xil qishliqdek turdi qizlar, lekin amaliyot unday emas. Shunchalik nipizalat chiqdi. 5-oy, 6-oylar achamlik gap yo'q, kiyalaysizlar badaninglarni qizitib etmaydi. Uzunligi bo'lsa qizlar 90 cm bo'yicha chiqdi. Shunchalik chiroyli chiqdi. Mening ko'zlarim bir xil o'zgacha chiqdi juma qizlar. Ko'zni yoqtirmaydigan qizlar bo'lib qolsanglar, kiyalaysizlar, shunchalik madaniy alat chiqdi. Qizlar men uchamdagi qismi oq rangligi bo'mbek chiroyli chiqdi. Atrofingizda amaldor do'stlaringlar cho'qim meni yo'llab qo'yish unutqanmanlar juma qizlar, mishdan o'xshash umoq ko'ynaklarimdan setib olib kaysin yoki sovg'at qilsanglarmi bo'ldi. Andan qizlar tug'ut mo'ljar vaqtinglarni inkas rayonida qoldirib qo'yinglar, sizlarga eng mos keladigan tug'ut yurishliklardan chiqarib birman. Buni o'xshashlar cho'ng kichiklikni tanishalaysizlar qizlar. Eg'irlik 80 kg o'lchamli qizlar bemalol kiyalaysizlar. Qizlar manusqum bek chiroyli chiqdi juma. Meni 90 kg o'lchamlik eg'irlikdagi qizlar bemalol kiyalaysizlar. Keyin tarafdan o'xshashlar cho'ng kichiklikni tanishalaysizlar. Shunchalik chiroyli qalat chiqdi. Oqqarni yoqtirgan qizlarning eng oldin tanishinglar bo'la oladi juma. Endi yon tarafdan umoq yanchiqlari bor. O'z ikki xil rang bo'yicha chiqdi. Yana bir rangni men sizlarga hozir sinab beray. Qizlar, marangnim cho'qim bek yoqtirsizlar. Men marvoyatlarim shunchalik chiroyli qalat chiqdi juma qizlar. O'xshashlar cho'ng kichiklikni tanishalaysizlar. Yon tarafdan umoq yanchiqlari bor. Keyin nusxasi bek chiroyli chiqdi. Qizlar, menimcha tug'ib bo'lib qo'pgan vaqtinglardan kiyalaysizlar juma. Shunchalik chiroyli qalat chiqdi. Uzunligi 100 cm bo'yicha chiqdi. Boshda kelgan ko'ynakimda 10 cm uzunroq chiqdi. Mening bo'yamning egizligi 1,73 m. Men kelgan altini ko'rib turib setasanlar bo'ldi qizlar. Qizlar, men bo'yam nusxaga o'xshamaydi. Rang jihatdan ozroq o'xshash bo'lgan bilan uzunligim 90 cm bo'yicha chiqdi. Qizlar, andincha men bu qo'l qismimni mana bug'moq qalat chiqdi, lekin qo'limizni qat'iy beharam qilmaydi, chans qilmaydi. O'zi kalta umoq ko'ynaklarni kiyishni yoqtirgan qizlar eng oldin tanishinglar bo'la oladi. Endi men qo'limizni chigizdigan yanchiqlarimiz bor, shunchalik chiroyli chiqdi. Cho'ng kichikligini tanishalaymiz juma qizlar. Bu ko'ynakning rangi ikki xil rang bo'yicha chiqdi. Yana bir xil rangni men sizlarga hozir sinab beray. Qizlar, marang bek chiroyli chiqdi juma. Meyermo mana ichigim chiroylaydi. Jalyanjiyan tonus bo'yicha chiqdi. Keyin tarafdan qalashmi shunchalik umoq. Endi men raqtimi shunchalik so'rin, shunchalik salqin alat chiqdi qizlar. Eg'irligi 90 kg o'lchamli qizlar bemalol zakaz tushsanlar bo'ldi. Uzunlik 90 cm bo'yicha chiqdi. Sarapan yoqtirgan qizlar bekchi qizlar. Men sarapan 5 xil rang chiqdi. Hamma sinab beray sizlarga. Men ichidagi ko'ptini o'zim pelib oldim qizlar. Agar ichidagi ko'pti bilan olmasanlarmi bo'ldi. Bu sarapanni o'zini olmasanlarmi, o'zini ham sepasakmi bo'ldi juma. Yezinchim kiyalaysizlar qizlar. Uzunligi 1,10 cm bo'yicha chiqdi. Va qilin chiqib olmaydi, issiqda bizni bearam qiyg'idek. Shunchalik chiroyli ham rahat alat chiqdi. Qizlar, mavi yana bir xil rangi, bu rangim bek chiroyli chiqdi. Qaysi rangni, qaysi nusxani yoqtirgan bo'lsanglar, cho'qim rasm tatib inkas rangini qoldirib qo'yish unutqanmanlar juma qizlar. Shunchalik rahat alat kiyalaysizlar. Men oldin nusxalarim shunchalik chiroyli qalat chiqdi. Qizlar, maram shunchalik sizlik bek chiroyli qalat chiqdi juma. O'xshasham 90 kg o'lchamli qizlar bemalol kiyalaysizlar. Oldin nusxalarim shunday umoq chiqdi. Fanxozlarni yoqtirgan qizlar, marang cho'qim bek yoqtirsizlar deyman. Men ham deyliqqa dazmil yo'qlamalar chiqardim emasmi qizlar, qulonlarga olgandan keyin dazmilni silib olsanglar, shunda payzalat chiqdi juma. Do'kon kelsanlar dazmilni sepirmiz. Qizlar, men eng oxirgi rang marang yoqtirgan qizlarni bek chiqdi. Buni o'xshasham yanchiq balet chiqdi. Shunchalik umoq chiqdi qo'sqimizmi. Degan men bu chiqargan kiyim-kechaklarimni qaysini eng yoqtirganlar cho'qim rasm tatib inkas rangini qoldirishni unutqanmanlar. Undan boshqa qizlar mayli kiyim-kechak bo'lsin, amaldorlar bu vaqtlarning mahsulotlari bo'lsin, qanday ehtiyojinglar bo'lsa, inkas rayoniga yoki ayrimxon qoldirib qo'ysanglar bo'ldi. Shuning eng sifatli kalatikini men sizlarga keltirib beraman. Amsa qizlar bir talaqsiz yurganlarni berib o'tgandan keyin cho'qim meni ko'nchib qilishni unutqanmanlar. Har kuni mish vaqt sizlarga eng yangilik kiyim-kechaklarni amaldorlar bu vaqtlar mahsulotlarini chiqarib turman. Xudo yangiliklarga kirishni xayr xo'sh.